Abdulla Abdazimov masalaga diniy tus berib aytmoqchi bo'ldiki, kofir davlatlardan yordam so'rash qanaqa bo'ladi? Mumkin emas-ku deb, shunaqa diniy urg'u berib, bu yerda yashayotgan 10 mingga yaqin O'zbekiston fuqarolari bor. Ko'p o'zbek fuqaro, 10 mingdan ko'p. Shu yerda shu Shvetsiya davlatida yashab turib, uyiga, mehnatiga, vataniga qancha yordam qilayotganlar bor. Moddiy tarafdan, boshqa taraflama bayrog'ini ko'taryapti. Bu aytayaptiki, borib deydi, Qur'on yoqqan davlatda deydi, yordam so'rashga deydi, sallaga joizmi deb diniy tus berib, orada bitta nima deydi? Yaxshi niyatda yurgan, ishlab, oilasini boqayotgan, ikkita davlatda bir yaqinlashishiga yordam qilayotgan odamlarni qilayotgan mehnatini bir tiyin qilib tashyapti. O'g'li deydi, galboyparast deydi, gey deydi, gomofobiyalikni tiqib qo'yapti bu yerda yurgan odamlarga. Gomofobiyalikni tiqib qo'yapti bu yerda yurgan odamlarga. Gomofobiyalikni tiqib qo'yapti bu yerda yurgan odamlarga. Bu ko'pchiligi hozir o'rtada bilmayman bu qanaqa nizo qo'zg'amoqchi bo'lyapti bu odam. Petitsiyani Shvetsiyadagi go'zal Sultonali qizi Suniyat Mamushova, Komila Nazarova, Islom Hamidov, Sobir Qurbonov, Farhod Inomxo'jayev, Akmal Soliyev, Komiljon Shokirov kabi o'zbek faollari bilan bir qatorda Bjorn Nikolson, Friedrich Jonsson, Koma Adamson singari shved millatiga mansub shaxslar ham imzolagan. Ularning fikricha, Abror Muxtor Alining diniy adovat, ksenofobiya va gomofobik toqatsizlik mazmunidagi chiqishlari shvetsiyalik vatandoshlarimizda nafaqat g'azab uyg'otmoqda, balki ularning vatanga bo'lgan mehriga ham putur yetkazmoqda.